Assalomu alaykum. Sizlar bilan hafta paradajesti. Yaqin daqiqalar ichida O'zbek paralimpiya harakati hayotiga oid so'nggi yangiliklar haqida so'z yuritamiz. Paralimpiyachilarimiz ziyolilar inson loyihasida e'tirof etildi. 2-avgust kuni poytaxtimizda Ziyo Forum fondi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamkorligida tashkil etilgan Ziyolilar inson loyihasining tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Loyiha yakunlariga ko'ra turli yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan eng munosib 100 nafar ishtirokchi jamoalar munosib taqdirlandi. Bundan tashqari loyihada faol ishtirok etgan 125 nafar ishtirokchiga maxsus sovg'alar, sertifikatlar hamda g'oliblar faoliyati jamlangan almanach topshirildi. Quvonarlisi taqdirlanganlar safidan O'zbekiston paralimpiya oilasi vakillari ham o'rin oldi. Xususan, Parakanoida ishga keshish bo'yicha Paraosiyo o'yinlari g'olibi va jahon chempionati sovrindori Azizbek Abdulhabib, paravelosport bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Dilmurod Siddiqov hamda paravelosport bo'yicha jahon chempionati sovrindori Marjona Pardaboyeva turli nominatsiyalar bo'yicha munosib e'tirof etildi. Mazkur e'tirof paralimpiya harakati vakillarining sportdagi yutuqlari bilan bir qatorda jamiyat rivojiga qo'shayotgan munosib hissasi ham yuksak baholanayotganining yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Toshkent tarixiy musobaqaga mezbonlik qiladi. Poytaxtimizda IPSA World Games xalqaro kompleks turniri tashkil etiladi. Xalqaro ko'zojlar sport federatsiyasi IPSA World Games musobaqasi 2027-yilning 26-may 6-iyun kunlari oralig'ida poytaxtimiz Toshkent shahrida o'tkazilishini e'lon qildi. IPSA World Games ko'z ojiz va ko'rish qobiliyati cheklangan sportchilar uchun tashkil etiladigan dunyodagi eng yirik xalqaro sport musobaqasi. Har 4 yilda bir marta o'tkaziladigan mazkur o'yinlar sportdagi yuksak mahorat namoyon etish bilan birga sportning ko'rish imkoniyati cheklangan insonlar uchun inklyuziya va imkoniyatlar tengligidagi muhim o'rnini yana bir bor namoyish etadi. Toshkent shahri butun dunyo ko'z ojizlar sporti hamjamiyatining markaziga aylanadi. Bu yerda sportchilar, murabbiylar, texnik rasmiylar, klassifikatorlar, ko'ngillilar hamda IPSA oilasi a'zolari sport va xalqaro hamkorlikning unutilmas bayramini birgalikda nishonlash uchun jam bo'lishadi. Musobaqa shuningdek hamkorlikni yanada mustahkamlash, tajriba almashish hamda barcha uchun qulay va inklyuziv sportning ahamiyati haqidagi xabardorlikni oshirish uchun muhim maydon vazifasini o'taydi. Ta'kidlash lozim, poytaxtimiz IPSA o'yinlarini qabul qilayotgan Markaziy Osiyodagi ilk shaharga aylanadi. So'nggi o'yinlar 2023-yilda Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida o'tkazilgandi. Eslatib o'tish joiz, avvalroq poytaxtimiz Los-Anjeles 2028 yozgi paralimpiya o'yinlariga yo'llanma beruvchi Parayengil atletika bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionati mezbonligiga ega chiqqandi. Musobaqa kelasi yilning 19-27-iyun kunlari tashkil etiladi. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida kasbiy ijodiy imtihonlar o'tkazildi. 5-avgust kuni poytaxtimizdagi Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 2026-27 o'quv yili doirasida Paralimpiya sport turlari bo'yicha kasbiy ijodiy imtihonlar tashkil etildi. Imtihon jarayonlari parayengil atletika, para-taekvondo va para-powerlifting sport turlari bo'yicha bo'lib o'tdi. Unda talabgorlarning jismoniy tayyorgarligi, sport mahorati, individual qobiliyati hamda tanlangan sport turlari bo'yicha salohiyati tasdiqlangan baholash mezonlari asosida xolislik va tenglik tamoyillariga rioya etilgan holda baholandi. Avgust oyida o'zbekistonlik paralimpiyachilarni 3 ta sport turi bo'yicha mahalliy birinchiliklar kutmoqda. Dastlab 10-13-avgust kunlari Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida bokscha bo'yicha O'zbekiston kubogi tashkil etiladi. 17-21-avgust kunlari esa ushbu manzilda para suzish bo'yicha 18 yoshgacha bo'lgan paraatletlar o'rtasidagi mamlakat birinchiligi o'tkaziladi. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahri 19-24-avgust kunlari 5-5 ko'z ojizlar o'rtasidagi futbol bo'yicha O'zbekiston chempionatiga mezbonlik qiladi. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimizning so'nggisi edi. Bizni kuzatishda davom eting.